Assalomu alaykum. Buyurning Nayman YouTube, Instagram kanali obunachilari. Mana bugungi video obzorimiz Xudo xolasa bir elimizga manfaatli bo'ladi degan bir zo'r bir video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa mana bugun ovulimizda yangilik. Bugun emas, bir necha kun bo'lgan mana ochilganlar elimizda bir shunday Satar to'yxonada o'zimizning ovulimizda bir Sardar degan inimiz bir ajoyib bir baliqxona ochgan. Balıklardan hamma turidan var. Xudo xolasa, mesni balık var, mentay var, laqqa var, her türünden kesengler bulaveradi. Tug'ilgan kun yana ularga bo'ladi. Saboy xizmatlari var. Xullas kalam her tür varianti var kesengler, hamma narsa bor, Xudo xolasa. Ondan tashqari mana shashliklar ochilyapti. Keyin raznoy pivelari bor ekan. Balıklardan turi var, shashlik var. Endi somsani yo'lga qo'yacak, Xudo xolasa bilyard bo'ladi. Xullas kalam hamma qulayliklarga ega mana o'zimizning Satar to'yxonada ochilgan. Adresga keladigan bo'lsak, shu mana elimizda Qahar Komsomolda joylashgan, Yaptun bo'yindagi Satar to'yxonada joylashgan. Sardar inimiz ochgan. Ishlarni omad. Elimizga bir shunday o'zi ajoyib narsa kerak bo'lib mana kelibdi. Hammani shunday mana ochib o'tirgan Xudo xolasa baliqxona bilan tabriklayman. Uyga qistovda mehmon kelib qolsa-da qolsa mana bir ishdan charchab kelgan taqdirda da hamma narsa tayinda, Xudo xolasa mana telefon yetasizlar, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Kelaverasizlar, savdo etaverasizlar, Xudo xolasa hammasini omad tilaymiz. Yaqindan tanishamiz endi, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana Xudo xolasa yaqindan tanishish uchun mana Sardarning o'zining yoniga keldik. Xudo xolasa mana telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz, ham yozib qo'yamiz. 99 kodi bilan 741 94 77 ana shu Sardarbek o'zi telefonga javob beradi. Liboy variant var, aytib o'tganday saboy, xalazanglar sho'rda yeb ketadigan har xil baliqning har xil turi bor. Xudo xolasa mana elimizda ochilgani bilan yana bir hammani tabriklaymiz. Tavsiya etamiz, kelaverasizlar, Xudo xolasa ana shu yerda qolgan bilan ma'lumotlarni Sardarning o'zidan eshitamiz. Sardar ayt. To'g'ri, mana yerda xizmat ko'rsatdik xalqqa. Молодец. Yaqinroq yerda bo'lsin deb ovulga deb. Молодец, zo'r bo'ldi. Mana shu taomlar hamma turidan bor. Baliq deysizmi? Yani şu o'zimiz yani milliy taomlar mana hammasidan bor. Somsasi, chashnigi, hammasidan bor. Yebi vaqtida tayyorlab beramiz. Shu mehmon kelib qolsa, sразу aptugada bo'ladi saboyga. Ha, saboyga bo'ladi, dastavkalar ham bor. Avulning ichine yoqqa dastavka etamiz. O'zimiz. Tak, raznoy pivo bor. Raznoy pivo bor. Молодец. Xudo xolasa ya, nega yaqinda ishga qo'ysan, mana bilyardga. Bilyard ham shundan tashkilotimiz. Yaqinlashamiz yaqinda xolasa. Xudo xolasa qo'yamiz. Молодец. Esdan chiqdi, banking izonlar ham bor ekan. Kattalar tug'ilgan kunlar, nelar bo'lsa, hammasini ishlab ketsanglar bo'ladi ekan. Ya boya aytib o'tganda hamma milliy taomlar bor. Xudo xolasa kelib shunday tug'ilgan kun yosh kunlaringizni shu yerda nishonlab ketsanglar hammangizga bo'ladi. Hammangizga rahmat, tavsiya etamiz. Kelib ketaverasizlar. Sardar, ishlarga omad. Sog' bo'ling. Hurmatli mijozlar, tug'ilgan kun an'analarni o'zimda shaluvni boshladik elimizda. Mana shunday yigitlarimiz bor ekan. Yaxshimisiz yigitlar? Uzoqdan qo'yib yonlashib. Shu hammangizga tavsiya etaman, shunday kelib madaniy hordiq chiqarib, shunday ketsanglar bir ajoyib bo'ladi. Hamma narsa tayin, ishdan charchab chiqqan vaqtida mana hamma narsa tayin, hech qanday problema bo'lmaydi. Hamma sharoit bor. Xudo xolasa hammangizga taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Hammangizga rahmat, e'tiborlaringiz uchun.